Assalomu alaykum, hurmatli tanish bilishlar, qarindosh urug', qavm qarindosh deydi-ki. Mana biz paxot kelganmiz. Ham daryodan ketyapman. Mana bu yerdan yuribman. Ertalab 1-2 kilometr yuramiz. 2 kilometr, 3 kilometr yuramiz. Ertalab toza havo. Shuning uchun ham maza qilib toza havoga aylanib, o'ylaviy yuribmiz. Har kuni ertalab. Sizlar ham yuringlar, foydasi katta ekan. Foydasini bilib biza hani boshladi, yo'lga qo'yayotdik. Mana bugun o'zi 61-kun yurganimizga ro'zani mana 9-martga 9-mart bugun ro'zani 14 kun qoldi, 12 kun qoldimi? 12 kun qoldi ro'zaga nasib bo'lsa. Sog' bo'linglar, shuni yo'lga qo'yinglar. Ertalab shunga vaqt ajratsalaring, bel og'riq, qo'l og'riq, oyoq og'riq deydi-ki, ana shu hammasiga davo shu ertalab paxotga ekan. Odam ancha oz ekan. Qorinlar yo'qoldi, nasib bo'lsa. Sog'lik, omonlik sizlarga. Assalomu alaykum. Bu pagoda nima deyapti bu pagoda? Pagoda nima deyapti? Mazami? Sal qingina yomg'ir ostiga mazada.